Xo'sh, bizni bugungi qahramonimiz Mish-Mish, Pish-Pish degan shahzoda ekan. Al-amiru Mish-Mish, Pish-Pish, Push-Push. Mish-Mish bu ana mish-mishlarga ishonma, gap-so'zlarga ishonma degandagi mish-mish deb o'ylamanglar. Bu Mish-Mish bu shahzodani ismi. Al-amir degani shahzoda degani. Agar to marbuta qo'shilsa malika bo'ladi. Al-amiratu lavlaba. Ha? Amiratul G'izlan. Lavlaba Amiratul G'izlan degan hikoyani o'qidik bilan. Ha? Kiyiklar, ohular malikasi. Amiratu bo'lsa malika bo'ladi. Amir bo'lsa shahzoda bo'ladi. Tushundingmi? Demak, mish-mish degan pish-pish emas. Mish-mish. Pish-pish deysizlar. Mish-mish degan shahzoda bor ekan. Bu mish-mish bu ham arabiy ism emas. Bu shahzoda hindistonlik bo'ladi o'zi. O'sha hindcha nom bo'lsa kerak menimcha, mish-mish. Xullas ajamiyda. Ajamiy nom o'shancha g'oyri munsarif. O'shancha mish-mishu. Tushundingmi? Xo'p, mana bu emas lekin, bu bola emas, shahzoda mana bu sehrli nimani ko'zani ichidan jin chiqadi, o'sha jin o'zi asli shahzoda bo'ladi. Tushundingmi? Bu rasmdagi bola emas lekin shahzoda. Bu yerda boshqa bolani rasmini ko'rsatgan. Ana pomizdimi o'shani. Xo'p. Demak, al-amiru mish-mish. Mish-mish nima bo'ladi shu yerda? Badal bo'ladi amirdan, bilasizlarmi? Mish-mish shahzodasi. Mish-mish shahzoda. Shahzoda mish-mish. Xo'p, boshladik. Asha fi qadimi zamani akhawani g'aniyani. Qadim o'tgan zamonda bir tulki bo'lgan ekan. Demayaptilar, nima deyaptilar? Ikkita boy aka yashagan ekan. Asha degani asha yaishu yashamoq. Ha? Fi qadimi zaman. Mana shu yerda bitta nozik masala bor-da. Brilliant masala bu, brilliant. Brilliant masala bu. Qarang. Fi qadimi zaman. Qadim muzof, az-zaman muzofun ilayhi. Xo'p, lekin siz buni qanaqa tarjima qilasiz? Qadim zamonda deysiz, tarjima qilayotgan paytda. Ya'ni tarjima qilayotgan paytda qadim degan so'zni zamonga sifat qilasiz, to'g'rimi? Zamonning qadimida demaysiz-ku. Zamonning qadimida yashagan ekan demaysiz-ku. Qadim zamonda deysiz, to'g'rimi? Ya'ni siz bu gapni fi zaman akademiya emas, fi zaman al-qadim deb tarjima qilasiz. Fi zamanil qadim. Asha fi zamanil qadim. Qadim zamonda. Demak. Az-zaman al-qadim. Az-zaman mavsuf. Al-qadim esa uning sifati. Ana endi brilliant ma'lumot. Kirmaganlar battar bo'lsin. Brilliant ma'lumotdan quruq qoldi. Brilliant ma'lumot shundaki, bu ma'lumotni durust nahviyadan ham topolmaysiz, qotillardan ham topolmaysiz. Va hokazo ham topolmaysiz. Illa nodir kitoblardan topasiz. Brilliant ma'lumot nima? Brilliant ma'lumot shundaki, o'zim uchun aytishim kerak buni. Brilliant bo'lsa. Aytmasam ham. Brilliant ma'lumot shundaki, ba'zan sifat o'zining mavsufiga izofa qilinadi. Ba'zan sifat o'zining mavsufiga izofa qilinadi va bu izofa turini
idofatu sifa ila mavsufiha deyiladi. Idofatu sifa, yozib qo'yaylik. Nima deb nomlanar ekan? Idofatu sifa, idofatu sifati ila mavsufiha. O'zini mavsufiga. Birovni mavsufiga emas, mavsufiha. Samir qaytyapti sifatga. Sifatni o'zining mavsufiga izofa qilinishi deyiladi. Bu narsa shu darajada muhimki tarjimada. Shunaqa kitoblar borki, o'sha kitoblarda mana shunaqa izofa ma'noni bilsangiz tamom bo'lasiz. Agar haqiqiy izofiy ma'noni bersangiz tamom bo'lasiz. Hozir bu yerda zamonning qadimida desangiz, to'g'ri, quloqqa noto'g'ri eshitiladi. Unaqa katta problema emas-ku. Zamonning qadimida desam, unaqa katta problema paydo bo'lmayapti-ku. To'g'ri, quloqqa yomon eshitilyapti, g'alati bo'lyapti odam eshitganda. Lekin unaqa problema xuddiki bir oqni qaro deb qo'yganim yo'q-ku, men qorani oq deb qo'yganim yo'q-ku deyishingiz mumkin. Lekin shunaqa vaziyatlar bo'ladi, shunaqa holatlar bo'ladiki, u yerda o'shanaqa qilib tarjima qilishlik ma'noni pachog'ini chiqaradigan holatlar bo'ladi. Izofa qilib tarjima qilsangiz pachog'i chiqadi ma'noni. Idofatu sifa ila mavsufihani xuddi mavsuf sifatdek tarjima qilinadi. Mavsuf sifat qanday bo'lsa xuddi shunday tarjima qilinadi. Tushunarli? Ya'ni fi qodimi zamanni fi zamanil qodim deb tarjima qilinadi. Mafhum? Akhawani g'aniyani. Demak, qadim zamonda ikkita boy aka-uka yashagan ekan, deyapti. Akhawani ashaga foil bo'la bilasizlar. Xo'sh. Al-akhawani ma'a annahuma ghaniyani bakhilani. Demak, o'sha ikki aka-uka boy bo'lishiga qaramasdan, mana bu ma'a borku, bilan birga, boy bo'lishi bilan birga baxil edilar, deyapti. Baxildir, deyapti. O'sha ikki aka-uka boy bo'lishi bilan birga baxil. Ya'ni ana shu boy ma'a degani o'zi bilan birga degani-ku. Ba'zi o'rinlarda ga qaramasdan deb tarjima qilsa chiroyli ma'no chiqadi. Tushunarli? Hozir bu yerda boy bo'lishi bilan birga u baxildir degandan ko'ra boy bo'lishiga qaramasdan baxildir desa chiroyli chiqadi. Tushunarli? Ismul awwal hamiz va ismul akhar lamiz. Demak, birinchisini ismi hamiz ekan, ikkinchisini ismi lamiz ekan. Hamizun, lamizun. Tanvin qo'yaptimi? Demak bu arabiy. Tushunarli? Tanvin bormi? Hamizun bo'lyaptimi? Demak bu arabcha nom. Agar ajamiy nom bo'lganda edi, tanvin bo'lmasdi. Tushunarli? Bu munsarif bo'lyapti. Hamizun va lamizun. Hop. Kana kullun minhuma yuhibbul mala va yajma'uhu. Qarang. U ikkisidan har biri molni sevar edi va uni jamlar edi. U ikkisidan har biri, o'sha ikkovidan har biri molni sevardi va uni to'plardi. Yajma'u. Va kana kullun minhuma yabkhalu bimalihi 'ala an-nas. Va ikkovidan har biri puli bilan insonlarga baxillik qilar edi. Kana yabkhalu qilar edi, baxillik qilar edi. La yajudu 'ala miskinin bi ta'amin aw sharabin. Biron bir miskinga taom bilan, sharobdan murod aroq deb o'ylamang, sharob ichimlik degan. Taom bilan, ichimlik bilan saxiylik qilmasdi. Jada yajudu saxiylik qilish degani. Ya'ni jada yajudu.
saxiylik qilish. La yu'ti minal mali shay'an li muhtajin. Biron bir muhtoj kishiga molidan biron bir narsani bermasdi. Ham muhtojga molidan biron narsani bermasdi. Kullum minhuma yaqulu, ikkisidan har biri aytar edi. Ana hurrun fi mali. Men o'zimni molimda erkinman. Xohlaganimcha savuraman. Xohlasam beraman birovlarga, xohlasam bermayman. Men hurman. Pulimda. Men o'zimni molimda hurman, erkinman. Xohlaganim qilaman demoqchi. Kullum minhuma yaqulu ana ajma'u aksara min g'ayri. Men o'zimdan boshqalardan ko'ra ko'proq to'playman. Bos qo'yaveraman. O'zimdan boshqalardan ko'ra ko'proq pul bosaman men. Saqlayman, to'plab qo'yaman. Hazanil akhawani, bu ikki aka uka deyapti. Lahuma akhun salis. Ularni uchinchi bitta ukasi bor edi. Ismuhu Romiz. Ismi Romiz edi. Ukasining ismi. Romizun yaxtalifu an akhawayhi Hamizin va Lamizin. Romiz akalari Homiz bilan Lomizdan farq qilardi. Yaxtalifu degani farq qilardi, ixtalafa. Xo'p. Romizun kana yatahaddasu bi ni'matillahi alayhi. Romiz Allohning unga bergan ne'matini gapirar edi. Yatahaddasu gapirardi ne'matini. Alayhi degani Romiz o'ziga qaytyapti. Bi ni'matillahi alayhi. Allohning unga bergan ne'matini gapirib yurardi. Ya'ni yaxshi bola bo'lgan. Ne'matni gapirishlik yaxshi. Menga shunday ne'mat berdi Alloh. Endi buni shukrini ado qilishim kerak deb gapirib yuradi-da. Yaqulu aytardiki, nahnu na'ishu fil wadil khasib. Biz serhosil vodiyda yashaymiz. Khasib degani serhosil. Al wadi, vodi deyapti. Ma'uhu a'zabu ma'in. Uni suvi eng shirin suvdir. Uni suvi eng shirin suvdir. Buni aytganman men. Qanaqa balog'at borligini sizlar bildinglar. O'sha bu narsa ko'p takrorlanib eslazdan qolib ketdi menimcha. Al-vadi deb turib keyin ma'uhu deyapti. Chun pram ma'ul vadi desa ham bo'lardi, lekin bilasizlar sizlar bunda qanaqa e'tiborni jalb qilish borligini. Al-vadi deyapti, vodi deyapti. Uni suvi eng shirin suvdir. Va hawa'uhu atyabu hawa'in. Va uni havosi eng yaxshi havo. Eng yaxshi havo, toza havo, pok havo. Atyab degani yaxshi degani, pok degan ma'nosi bor, yaxshi degan ma'nosi bor. Xullas eng yaxshi havo. Uni havosi eng yaxshi havo deylik. Al-wadi mamlu'un bin nakhil. Vodi xurmo bilan to'la. Nakhil xurmo daraxtlari bilan to'la. Amirun bil fawakih. Amir degani to'lib toshgan, gullab yashnagan degani. Amir degani to'lib toshgan, gullab yashnagan. Ya'ni mevalar bilan to'lib toshgan, gullab yashnagan deyapti. Kullu shay'in 'indana aktharu min hajatina. Bizdagi hamma narsa o'zimizda hojatimizdan ko'ra ko'proq deyapti. Limaza la nashkurulloha ala fadlihi va ihsanihi. Nima uchun Allohning fazliga, bizga bergan yaxshiligiga, ehsoniga shukr qilmaymiz? Limaza la nuhsinu ila al-masakin wal muhtajin. Nima uchun miskinlarga, muhtojlarga yaxshilik qilmaymiz, ehson qilmaymiz? Hamizun va lamizun xaraja. Endi xullas shunaqa gaplarni gapirib yuradi deyapti. Demak, Romiz degan ukalari yaxshi bola bo'lgan ekan. Mana shunaqa deb yurar ekanda. Nimaga biz yaxshilik qilmaymiz? Yaxshilik qilishimiz kerak. Axir ne'matlar to'lib toshgan bo'lsa, bizning narsalarimiz ko'p bo'lsa, biz birovlarga berishimiz kerak deb gapirib yurar ekan. Romiz degan ukalar demak yaxshi. Mana Homiz bilan Lomiz dabdala. Hamizun va lamizun xaraja min al-bayt fi sabah. Homiz bilan Lomiz erta tongda uydan chiqishdi. Talaba min akhihima Romizin. Ukalari Romizdan talab qilishdiki, i'ada
tushlik taomini tayyorlashlikni i'da, ya'ni tayyorlash. Tushlik taomini tayyorlashlikni talab qilishdi. Ya'ni kelgunimizcha ovqat tayyorlab qo'y deyishdi. Erta tongga chiqib ketyapti, kelgunimizcha obedni taxlab qo'y deyapti. Romizun qa'ada yashwi lahma. Shawa yashvi degani olovda pishirmoq degani. Shawa yashvi asosan go'shtni olovda pishirishga nisbatan aytiladi. Tushunarlimi? Lekin yog'da qovurish emas. Yog'da qovurish, masalan, go'shtni yog'da qovurish shawa yashvi deyilmaydi. Mangalda pishirish borku, mangal. Go'shtni mangalda pishiradi, uni cho'q qiladida, mangalda go'shtni pishiraman. Shashlikni pishirish. Shashlik yog'da pishmaydi, bilasizlar, cho'g'da pishadi, o'sha olovda. Cho'g'da, olovda go'sht pishirish shawa yashvi deyiladi. Agar yog' pishirish bo'ladigan bo'lsa, go'shtni qola yaqli bo'ladi. Tushunarlimi? Ana shu farq. Qola yaqli bo'lsa, bu yog'da qovurish bo'ladi go'shtni. Shawa yashvi bo'lsa, bu olovda pishirish bo'ladi. Tushunarlimi? Demak, romizun qa'ada yashvi lahma. Go'shtni shu olovda pishirib o'tirdi. Qoada o'tirdi. Qanaqa holatda o'tirdi? Nima qilib o'tirdi? Holiy jumla bo'lyapti. Yashvil lahma. Olovda, go'shtni olovda pishirib o'tirdi. Va yaqulu fi nafsihi, va o'ziga aytardi. Nima deyardi? Ichida aytardi, ichida. Fi nafsihi degani ichida aytardi. Al mataru nazala ala al biladi allati hawalayna. Yomg'ir havalayna degani atroflarimizdagi degani. Atroflarimizdagi shaharlarga yog'di. Yomg'ir atroflarimizdagi shaharlarga yog'di. G'arraqal arda. Yerni g'arq qildi. Ya'ni ko'p yog'ganda atlafa zar'a. Ekinlarga talafot yetkazdi. Yomg'ir ko'p yog'ishi ham zarar ba'zan. Ahlakal hayvon. Hayvonlarni o'ldirdi. Hattoki shu darajada hayvonlarni o'ldirdi deyapti, halok qildi deyapti. Bu yerda iboraning go'zalligini qarang-da. G'arraqal arda. Atlafa zar'a. Ahlakal hayvana. Qarang, hammasi af'ala vaznidagi fe'lni aytyapti. Ana mutaaddi fe'l. G'arraqal arda va atlafa zar'a. Arda, zar'a. Ko'rasizmi? Qofiyadosh qanaydir bir quloqqa yoqimli eshitilyapti. Va ahlakal hayvana. Hayvonlarni o'ldirdi, halok qildi. Al-wadi allazi na'ishu fihi salima min at-takhrib. Biz yashayotgan vodiy o'sha vayrongarchilikdan omon qoldi. Tahrib degani vayrongarchilik, vayron bo'lish. Ya'ni boshqa bizning atrofimizdagi shahar, qishloqlarga yomg'ir yog'averib vayron qilib tashadi. Lekin bizning vodiyimiz salomat qoldi, deyapti. Alloh subhanahu najjal ahla va zar'a va dawaba. Alloh o'sha mana shu vodiy ahlini qutqardi. Najja degani qutqardi. Va ekinni qutqardi. Zara degani ekinlar. Va davaba. Davab degani o'sha o'rmalab yuruvchi hayvonlarni ham qutqardi. Limaza la nashkurulloha ala annahu najjana. Nima uchun Alloh bizni qutqargani evaziga unga shukr qilmaymiz? Ala bu yerda evaz ma'nosida kelyapti. Tushundingmi? Alloh bizni qutqargani evaziga biz unga shukr qilmaymiz. Limaza la nuqaddimul musa'adata lil mankubin. Mankub degani musibatga uchragan degani. Mankub degani o'sha boyagi vayrongarchilik bo'lib, boshiga musibat kelib, nima bo'lganlar? O'sha musibatlanganlar. O'sha musibatlanganlarga nima uchun yordam bermaymiz? Yordam taqdim qilmaymiz. Nuqaddimul musa'ada.
romizun sami'a torqon shadidan alal bab. Romiz mana shunaqa gap ichida gapirib o'tirgandida, ichida gapirib, o'sha mangalda shashlik pishirib, o'sha go'sht pishirib o'tiribdi-da, shunda eshik taqillab qoldi. O'tirgan paytda. Tushunyapsizmi? Sami'a torqan. Torq degani taqillatish degani. Torqon shadidan qattiq taqillatish. Eshikda, alal bab, eshikda. Eshikda qattiq taqillatish eshitdi. Romizun atolla minash shubbak. Atolla yutillu degani bo'ynini cho'zib qarashga nisbatan ishlatiladi. Aynan bo'yinni cho'zib qarash. Tushunarlimi? Atolla yutillu shunchaki qarash emas, nazoradan farqi bor. Nazora qaradi degani. Lekin atolla bo'lsa bo'yinni buni, kallani buni cho'zib qarashga atolla deydi. Tushunarlimi? Demak, atolla minash shubbak. Shubbak o'sha nima? Deraza deylik. Derazadan bo'ynini cho'zib qaradi. Liyaro manit toriq. Taqillatuvchi kimligini ko'rish uchun. Liyaro manit toriqu. Kim u taqillatuvchi? Toriq degan taqillatuvchi. O'shani ko'rish uchun. Iftah liyal baba. Demak, u taqillatuvchi kishi aytayapti. Menga eshikni och deyapti. Men uchun eshikni och. Ayyuhas sobiyul karim. Ey oliy janob bolakay. Almir, endi bu yerda dialog ketyapti, tushunarlimi? Mana bu hozir gapda, mana bu men uchun eshikni och degan gapda boyagi taqillatuvchi aytayapti. Endi bu Romizning gapi. Ana ketma-ket dialog ketaveradi. Romiz aytayapti. Al-miftahu laysa ma'i. Kalit menda emas. Maza a'malu laka. Senga men nima qilishim mumkin? Nima yordam berishim mumkin? Seni foydangga, senga nima qila olishim mumkin men deyapti. U aytayapti. Atlubu minkan najda. Najda degani musaada degani. Musaadani sinonimi. Ko'ryapsizlarmi? Musaada keldi-ku. Bu yerda najda kelyapti. Najda ham musaada ham sinonim, yordam degani. Sendan yordam so'rayman deyapti. La tabkhal alayya. Menga baxillik qilma. Baxila fe'li ala bilan keladi. Baxillik qilish ma'nosida. La tabkhal alayya. Menga baxillik qilma. Intazir. Endi Romiz aytayapti. Intazir, sen kutib tur. Hatta yarji'a akhawaya ila al-bayt. Ha? Akalarim uyga qaytgunicha ana boyagi bizani ajrumiya darsimizga qatnashayotganlarga hozir bilan kuzatib turgan bo'lsa, hattadan keyin muzori nasb bo'ladi. Hattadan keyin muzori nasb bo'ladi dega. Basraliklar nima deydi? Hattadan keyin an bor taqdirda deydi. O'sha muzori nasb qiladi. Ko'faylar nima deydi? Yo hattan o'zi nasb qiladi deydi. Mana shu yerda hatta necha xil ma'noda kelardi? Yo ta'lil ma'nosida kelardi yoki chegara ma'nosida kelardi. Yo li ma'nosida keladi, yo ila ma'nosida keladi. To'g'rimi? Hatto ikki xil ma'noda keladi. Bu yerda qaysi ma'noda kelyapti? Intazir deb turib li ma'nosini bersa to'g'ri keladimi? Uchun. Akamlar uyga qaytish uchun kutib tur. Qaytish uchun kut. Unaqa deb bo'lmaydi. Qaytguncha. Intazir ila an yarji'a bo'ladi. Ila an. Ana shu yerda hatta ila ma'nosida kelyapti. Tushunarli? Hatta yarji'a akhawaya ila al-bayt. Demak, akalarim uyga qaytguncha kutib tur deyapti. Kayfa antaziru? U aytayapti. Qanaqa qilib kutaman deyapti. Wal bardu shadidun. Sovuq qattiq bo'lsa, sovuq havo qattiq bo'lsa, va ana artaishu. Irtaishu degani qaltiramoq. Men qaltirayapman deyapti. Sovuq qattiq qanaqa qilib kutaman? Qotib qolyapman deyapti. Qaltirayapman men deyapti. Och eshin deyapti. Keyin aytayapti, u aytayapti. Romiz aytayapti. Law aqdiru ala fathil babi lakuntu fatahtuhu. Agar men eshikni ochishga qodir bo'lganimda edi, men ochardim deyapti. Eshikni ochishga qodir. Demak, akalari ustidan xuflab ketgan. Tushunarlimi? Kalit topib ketgan o'zi bilan. Eshikni ochishga qodir bo'lganimda men ochardim deyapti. Endi qarang, mana shu yerda law uslubi kelyapti. Law. Law kelyapti-da, keyin qarang, lakuntu. Ana shu lawning formulasi. Qarang, lawning formulasi qanaqa bo'ladi? Law keladi. Law degani agar degani. Law keladi. Undan keyin fe'l keladi.
Keyin biroz muddatdan keyin la bilan fe'l keladi. Chalim, ana shu lavning formulasi. Lav keladi, keyin fe'l keladi, keyin la keladi-da fe'lga yopish keladi. Ana shu lavning formulasi. Endi mana shu yerda aytiladiki, mana shu yerda mana bu ikkala fe'l ko'pincha moziy fe'l bo'ladi. Moziy fe'l bo'lishi kerak. Ba'zan lavdan keyin muzora'ga kelishi mumkin, lekin aksar holatda moziy keladi. Tushunarlimi? Bu lav nimani bildiradi? Agar degani nima degani? Bu ham shart qo'yaptimi desa, yo'q. Lav o'tgan zamonga shart qo'yadi, kelasi zamonga emas. O'tgan zamonga faraziy shart qo'yadi, faraziy. Ya'ni o'tgan zamonda amalga oshmagan narsaga faraziy shart qo'yadi. Amalga oshmagan narsaga. Amalga oshmagan uch. Farazan mana shunaqa bo'lganda mana shunaqa bo'lardi. Tushunarli? Masalan, men aytamanki, bir kishiga aytamanki, lav ijtahatta lav ijtahatta agar san jiddiy-jahd qilganingda edi, lanajahta. Lanajahta. Agar san jiddiy-jahd qilganingda edi, muvaffaqiyat qozonar eding, lekin jiddiy-jahd qilmading, o'shaning uchun ham muvaffaqiyat qozonmading degan. Tushunarli? Demak, lav o'tgan zamonga faraziy shart qo'yadi. Faraziy degani faraz qilamiz, agar shunday bo'lganda shunday bo'lardi, lekin unaqa bo'lmadi degan. Shunday bo'lganda, san jiddiy-jahd qilganingda muvaffaqiyat qozonarding degan nima degani? Demak, sen muvaffaqiyat qozonmagansan, jiddiy-jahd qilmagansan degani. Ko'rasizmi? Ya'ni o'tgan zamonda amalga oshmagan ish. O'tgan zamonda amalga oshmagan. Lekin farazan agar shunaqa bo'lganda shunaqa bo'lardi deysiz-ku, o'shanda lavda ishlatasiz. Va mana bu lavni javobul lav deydi. Lavdan keyingi ikkinchi keladigan fe'lga la keladi. La yopishadi. Tushunarli? Lav kaza kaza kaza, la kaza 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 deysiz. Tushunarli? Lav fa'ala, la fa'ala. Lav fa'ala, ana formulasini mana bunaqa qilib yozsa bo'lar ekan, qarang. Lav fa'ala agar mana shunaqa bo'lganda edi deysizda, keyin nima deysiz? La fa'ala. Mana shunaqa bo'lardi. La fa'ala. Ana shu lavni ishlatish formulasi. Tushunarlimi? Lav fa'ala, la fa'ala. Agar mana shunaqa bo'lganda mana shunaqa bo'lardi. Tushunarlimi? Lekin ba'zan muzore ishlatilinadi lavdan keyin. Lekin muzore kelsa ham siz uni o'tgan zamonga tarjima qilib yuboraverasiz. U balog'atda shunda nima uchun muzore keldi? Bu yerda ancha gap bor. Nima uchun moziy kerak bo'lgan o'rinda muzore keldi? Uni hikmatlari bor. Tushunarlimi? Bu yerda hozir lavdan keyin muzore kelyapti. Lav aqdiru deyapti. Bu yerda endi balog'at ketadi endi. Nimaga bunaqa bo'ldi? Nimani qasd qilyapti? O'tmishga moziyda, o'tmishga muzorani ishlatyapti, o'tmishga sayohat qilyapti, o'sha vaziyatga tushganda bo'lyapti. Bir dunyo gap bor. Xullas, u narsa shart emas, balog'atga kirganda ko'rasizlar uni. O'zi asli moziy kelish kerak edi, lekin ba'zan balog'aviy bir maqsadlar uchun muzora ishlatiladi. Lekin muzora kelsa ham biz ham o'sha moziy ma'nosini berib tarjima qilaveramiz. Tushunarlimi? Lav aqdiruni xuddiki lav qadartu deb tarjima qilaverasiz. Lav qadartu ala fathil bab lakuntu fatahtuhu. Ochgan bo'lardim. Agar men eshikni ochishga qodir bo'lganimda ochgan bo'lardim deyapti. Tushunarlimi? Xo'p, keyin aytyapti. Hawil an taftahal baba va tunajjiyani minal azab. Ana bugungi mavzuyimizda amaliy tatbiqi. Ajrumaga kirmaganlar qo'shtirnoqchada battar bo'linglar.
Bugungi mavzuyimiz. Bugungi mavzuyimiz kelyapti. Qaranglar. Va kelyapti. Qarang. Mana havil bu talab. Talab keldi, ha? Havil an taftahal baba. Eshikni ochishga harakat qil, deyapti. Ha? Qarang. An taftaha. An buni nasb qil, ha? Endi qarang. Va kelyapti. Va kelyapti. Va tunajjiyani. Tunajjiya. Va tunajjiya. Muzori nasb bo'lyapti. Bu nisi maf'ulun bihi. Nunul viqoya. Endi qarang, mana shu yerda vovni agar atf harfi desangiz bo'ladimi? Bo'ladi. Ha? Taftahaga atf bo'lyapti deysiz. Agar atf desangiz. Vavul ma'iyya desakchi, ma'a ma'nosida desak bo'ladimi vovni? Ma'a ma'nosida desak bo'ladimi? Bo'ladi. Vavul ma'iyya desangiz ham bo'ladi. Chunki olddan talab o'tyapti. Ana, ikkita variant. Lekin ikkala holatda ham i'rob o'zgarmaydi. Tushunyapsizmi? Vavul ma'iyya desangiz ham muzori nasb bo'laveradi. Atf harfi desangiz ham muzori nasb bo'ladi. Ko'ryapsizmi? Ikki xil ma'no berish mumkin bu gapga. Birinchisi, agar vovni atf harfi desak, unda ma'nosi eshikni ochishga harakat qil va meni azobdan qutqarishlikka harakat qil bo'ladi. Alohida ikki marta harakat. Ya'ni eshikni ochishga harakat qil va meni azobdan qutqarishlikka harakat qil bo'ladi. Agar nima qilsak, atf harfi desak. Ya'ni bu yerda eshikni ochishga harakat qil deyapti. Ha? Va meni azobdan qutqarishga harakat qil. Ikkita narsaga alohida talab qo'yapti. Istak bildiryapti. Mana shunaqa qil, mana shunaqa qilishga harakat qil, bunaqa qilishga harakat qil. Xo'p, endi savol. Ma ma'nosida desakchi, vovni vavul ma'iyya desakchi, qanaqa ma'no bo'ladi? Birgalik ma'nosida bo'ladi. Ya'ni meni azobdan qutqarish bilan birga, meni azobdan qutqarish bilan birga eshikni ochishga harakat qil. Tushunyapsizmi? Meni azobdan qutqarish bilan birga eshikni ochishga harakat qil. Endi savol beramiz. Qaysi ma'noni olamiz? Qaysi ma'no maqomga mosroq, to'g'ri keladi? Qarang. Xo'p. Agar ma'nosini olsangiz, ya'ni azobdan qutqara turib, mana azob, ya'ni bilan birga deb o'tirmasdan, men qisqacha tarjima qilyapman. Mana azobdan qutqara turib eshikni ochishga harakat qil. Ana, o'ylangchi, shu ma'no qanchalik to'g'ri? Mani azobdan qutqara turib eshikni ochishga harakat qil deyapti. Bu qanaqa mantiqsizlik bo'lyapti-ku bu? U azobdan eshikni ochmasdan turib qanaqa qilib uni azobdan qutqaradi? U tashqarida sovuqda o'tiribdi. Sovuqda och u, sovqotgan u, och u, sovqotgan. Xo'p, aytayaptiki, azobdan qutqara turib eshikni ochishga harakat qil. Eshikni ochayotgan paytda bu azobdan qutqarayotgan bo'lish kerak buni. Bunaqa bo'lmaydi. Azobdan qutqarish eshik ochilgandan keyin bo'ladi. Eshik ochilmasdan turib qanaqa qilib azobdan qutqaradi? Eshik ochiladi. U uni uyiga ichkariga issiq uyga kiritish kerak va ovqat berish kerak unga. Tushunyapsizmi? Demak, vavul ma'iyya deyishlik bu maqomga mos emas. Chunki eshik ochilmay turib uni qutqara olmaydi. Va aytayaptiki, agar vavul ma'iyya desangiz ma'no kelib chiqadiki, meni azobdan qutqara turib, ana shu ishni bajarayotgan paytingda buni ham bajar deyapti. Ikkalasini bir paytda qil deyapti, jamla deyapti. Qanaqa qilib ikkalasini jamlash mumkin? Ikkalasi jam bo'lmaydi-ku. Eshikni ochishga harakat qilish bilan uni azobdan qutqarish bir paytda jamlanadimi? Yo'q, bular birin-ketin sodir bo'ladigan jarayon. Tushunasizmi? Va u tashqarida turgan, qaltirayotgan odam buni talab qilmayapti undan. Mani eshikni ochayotgan paytimda meni qutqarayotgan bu demayapti u. Tushunasizmi?
eshikni ochishga harakat qil va meni qutqarishga ham harakat qil deyapti. Ya'ni eshik ochganingdan keyin anqayib o'tirmay och. Tushunarlimi? Xullas bu yerda ma'iyya desa to'g'ri kelmaydi. Bu yerda vovni atf harfi deyishimiz kerak. Atf harfi desak, qarang. Tunajjiya taftahaga atf bo'ladi. Shunda ha va la fe'lni ikkalasiga ham ta'siri bo'ladi. Tushunyapsizmi? Ha va lani ikkalasiga. Ya'ni sen eshikni ochishga harakat qil va meni qutqarishga ham harakat qil. Mana bu ma'no to'g'ri keladi maqomga. Nima uchun? Chunki eshikni ochdi degani uni qutqar degani emas. Eshikni ochib anqayib, bo'p sog' bo'lib ket, eshikni qaytib yopib qo'yish ham mumkin. Eshikni ochib, ha, sovqotdingizmi? Ha, endi sabr qilasizda endi. Boring keting, deborish ham mumkin. Eshikni ochdi degani uni azobdan qutqar degani emas. Azobdan qutqarish uchun nima qilish kerak? Uni issiq joyga olib kirish kerak va unga ovqat berish kerak. Aytayapti. Eshikni ochishga harakat qil. Menda kalit yo'q deyapti. Qanday qilmasin eshikni ochishga harakat qil va eshikni ochganingdan keyin endi meni qutqarishga harakat qil deyapti. Eshikni ochib anqayib o'tirma demoqchi. Tushunarli? Demak, ikkita narsaga alohida harakat qil deyapti. Ana bu ma'no to'g'ri keladi maqomga. Lekin vavul ma'iyya deyishligingizda grammatika ko'taradi, nahvu ko'taradi, vavul ma'iyya shartlariga to'g'ri keladi, lekin ma'no ko'tarmaydi. Maqom, vaziyat u ma'noni ko'tarmaydi. Tushunasizmi? Ana shuning uchun nima deymiz? Bu yerda vav vavul atf. Vavul atf. Ko'ryapsizmi nahvu qanchalar muhim? Ko'ryapsizmi o'sha mavzuni bilish qanchalar muhim? Hozir ko'ryapsizmi? Bu yerda e'roblar bir xil bo'lyapti bu yerda. E'rob bir xil, faqat ikki xil ma'no berish mumkin. Ikki xil e'tibor bilan qarash mumkin. Vavul atf deb qarashingiz mumkin, vavul ma'iyya deb qarashingiz mumkin. Tushunasizmi? Agar bu yerda talab bo'lmaganda edi faraz qilamiz. Agar bu yerda talab o'tmaganda edi, sizda bitta variant bo'lardi. Faqat atf deb e'tiborga olasiz. Boshqa variant bo'lmadi. Vavul ma'iyya deb olmadi. Chunki vavul ma'iyya bo'lish uchun oldin talab yoki nafiy o'tgan bo'lish kerak. Ko'ryapsizmi? Demak, mana oddiy mana ertak hikoyamizda mana kelyapti. O'sha uslub kelyapti. Endi bundan katta kitoblarni, bundan muhim kitoblarni tasavvur qilavering. Kelaveradi bunaqa uslublar. Tushundingmi? Xo'sh. Az-zairu yaskutu qalilan. O'sha ziyorat uchun kelgan odam biroz jim turdi. Summa yaqulu. So'ngra aytdi: "Inni ashummu raihata shiwa." Man o'sha olovda pishirilgan go'shtni hidini sezyapman dedi. Ashummu shamma yashummu burun bilan hid bilmoq. Shiva degani o'sha olovda pishirilgan go'sht degani. Roiha hid. Men o'sha pishirilgan go'shtni hidini sezyapman deyapti. Fi baytika dif'u wal ghiza. Sani uyingda iliq havo va ovqat bor deyapti. Fi baytika, sani uyingda bor, nima bor? Ad-dif. Iliq, issiqlik bor. Issiqlik bor. Wal ghiza va oziq-ovqat bor deyapti. Uhissul barda wal ju'. Man sovqot deyapman, och qolyapman deyapti. Uhissu degani his qilyapman. Man sovuqni va ochlikni his qilyapman demoqchi. Wala astati'u ar-ruju'. Wala astati'u ar-ruju'. Ana qarang, bu chota kelgan odam shoirmi deyman, qofiya bilan gapiryapti. Qarang, bir sajam bilan gapiryapti. Qofiya demaydi, qofiya she'rda bo'ladi. Asrda sajam bo'ladi. Kelgan odam ham qarang, ana tilga usta ekanda. Uhissul barda wal ju' wala astati'u ar-ruju'. Ko'ryapsizmi? Gapni qarang. Ju' ruju'. Ana qarang, ruju'da ham ju' bor, ju'da ham ju' bor. Ruju'ni bir qismi ju'. Men deyapti, sovuq va ochlikni his qilyapman va qayta olmayman deyapti. La astati'u ruju'. Ruju' degani qaytish, orqa qaytib keta olmayman deyapti. Aytasan endi o'zi ham deyapti. Ramizun yushfiqu ala zair. Yushfiqu degan rahmi keldi degan. Ramizni o'sha kelgan ziyoratchiga rahmi keldi. Yaqulu lahu, unga aytadiki: 'Ana la amliku minash shiwa'i illa nasibi.'
O'sha pishirilgan go'shtdan men faqat o'zimni nasiba, o'zimni ulushimga egaman. Men ega emasman, u meniki emas demoqchi. U go'shtdan hammasi meniki emas, faqat o'zim nasibam bor deyapti. O'zimni ulushim meniki, o'zimni ulushimga egaman. Saulqi ilayka minhu ma yasuddu jaw'atak. Men senga undan beraman, tashlayman deyapti. Ulqi degani o'zi alqo degani otmoq degani. O'zi alqo yulqi degani bir narsani otishga aytiladi. Bu beraman demayapti. Nima uchun beraman deyapti? Chunki ishi yopiq. Bu portishkadan otaveradi unga ovqat. Tushunadingmi? Saulqi ilayka, senga otaman men. Nimani? Minhu. O'sha olovda pishirilgan go'shtdan otaman senga. Qancha miqdorni aytaman? Ma yasuddu jaw'atak. Sani jav'atun degani och qolish degani. Sani ochligingni ketkazadigan miqdorcha tashlayman deyapti. Ma bu yerda allazi ma'nosida. Yasuddu to'sadi degani. Sadda yasuddu to'smoq. Saddu iskandari. Sad o'zi devor degani, to'siq degani. Sad o'zi to'siq degani. Devor ham to'siq bo'lgani uchun sad deyiladi. Saddu iskandari degani Iskandar devori degani. Iskandar to'sig'i. Ya'ni sadda yasuddu to'smoq. Demak, ma yasuddu jav'atak, sani ochligingni ketkazadigan. Endi to'sadigan demaylik. Sani ochligingni ketkazadigan miqdorcha men senga o'sha olovda pishirilgan go'shtdan beraman, tashlayman deyapti, otaman deyapti. Romizun yulqi lizairi qit'ata shiwa. Demak, romiz o'sha kelgan ziyoratchiga bir bo'lak o'sha olovda pishirilgan go'shtni otdi. Yulqi. O'sha derazadan tashlaganda endi. Yaqulu lahu, unga aytdiki, hazihi shiwa'atun tayyiba. Bu juda ham mazali go'sht. Ha? Endi tayyiba degani o'zi yaxshi degani, endi ovqatga nisbatan ishlatsa mazali degani, zo'r degani-da. Iqbalha minni, mendan uni qabul qil. Az-zairu yaqulu romiz, hazihi atiyatun saxiya. Bu juda ham bir oliyjanob, saxovatli bir sovg'a bo'ldi deyapti. Atiya degani o'zi sovg'a degani. Saxiya degani saxovatli degani. Bu saxovatli sovg'a bo'ldi deyapti. Endi mana shu yerda balog'at ishlaydi. Balog'atda ham nimasini aytib ketay. Ahamiyatini bir aytib ketay. Balog'atga ham sizlarni qiziqtirib ketaman-da shu bahona. Qarang. O'zi saxiya degan so'z, saxiy degan so'z berilgan narsaga tegishlimi, beruvchini sifatimi? Ha? Saxiy degan sifat sovg'a beruvchini sifatimi yoki berilgan sovg'ani sifatimi? Sovg'a beruvchini sifati. Hech zamonda sovg'a saxiy bo'lishi mumkinmi? Atiyatun saxiya deyapti. Saxiy sovg'a bo'ldi deyapti. Bu saxiy sovg'a bo'ldi deyapti. Bu saxiy sovg'adir deyapti. Sen saxiysan deyish kerak. Qanaqa qilib sovg'ani saxiy deyapti? Ana shu yerda balog'at ishlaydi. Balog'at. Qarang. Bu yerda saxiylikni sovg'aga sifat qilyapti, to'g'ri? O'zi aslida saxiylik nimaga sifat qilish kerak edi aslida? Aslida saxiylik sovg'ani beruvchi kishiga, o'sha hadyani, tuhfani beruvchi kishiga sifat qilinishi kerak edi. Lekin bu yerda saxiylik sovg'aga sifat qilindi. Sovg'in saxiy deyapti. Bu degani nima bilasizmi? Bu bilan aytmoqchiki, sen shu darajada saxiy inson ekankisan, sani saxiylik sifating sandan to'lib toshib sovg'ingga ham uribdi demoqchi. Tushunyapsizmi? Ma'noni tagida ma'no, gap tagida gap bor. Sani sovg'ing saxiy degani, sen shu darajada saxiy ekankisan, sani saxiylik sifating to'lib toshib, sandan oshib, sandan otilib chiqib, sovg'ingga yopishib, sovg'ing ham saxiy bo'lib ketdi demoqchi. Ana bu ma'noni kuchli ifodalash deyiladi. Ya'ni ma'noni kuchli ifodalash. Bu sen saxiysan degandan ham zo'r gapda bu. Sani sovg'ing saxiy degan deyilishligi, sen o'zing saxiysan degan gapingizdan ham zo'r gap bu. Tushunyapsizmi? Ana shunday. Bu yerda balog'at bor endi. O'ylasam, balog'at bilmagan odam o'qib ketaveradi-da. Sovg'a saxiy. Bu saxiy sovg'a deb tarjima qilib ketaveradi-da. Ko'ryapsizmi? O'shaning uchun ham ruh bo'lmaydi, ruh. Tarjima qilasiz, quruq tarjima bo'ladi. Ruh his qilmaysiz, his. His tuyg'usiz tarjima qilib ketaverasiz, balog'at bo'lmasa. Bu saxiy sovg'adir,
quruq tarjima bo'ldi. Haligi mana balog'at bilan fikrlasangizchi, to'xta, nimaga bu saxiy? Ha, saxiylikni sovg'aga sifat qilyapti. Sovg'a saxiy bo'lmaydi hech zamonda. Ha, sovg'ani beruvchi saxiy bo'ladi. Bu yerda shunaqa qilyaptiki, deydi, balog'at aytadi. Qachoniki mana shunaqa vaziyat bo'lib qolsa, deydi, sen bilgin, deydi. Bu yerda mubolag'a qilyapti, deydi. Ya'ni u aytmoqchiki, ha, saxiylik sifati sandan to'lib toshib, sovg'angga ham o'tib ketibdi. Sovg'ang ham saxiy bo'lib ketdi demoqchi. Ya'ni ana shu